Assalomu alaykum hammaga. Bugungi ishimiz Qarshi shahrida ishlab turgan suv biznesini remontiga kelganmiz. Bu suv biznesi uchun qilingan filtr toza suv turadigan nержавейка yonks. Bunda suv yig'iladi bundan filtrga olinadi. Buni remontiga kelganmiz. Remont ishlari tugadi. Hozir bitta kolonna qo'yilgan ekan, eng qizig'i. Bitta kolonna qo'yilgan, bitta kolonnadan filtr tortadi. 1,5 tonnalik 40-46 ta membrana qo'yilgan ekan. Mana eng bir qiziqarli tarafi mana bu membrana bo'ldi. Agar kim bilsa kommentga yozadi. Mana shu yerda topib oldim buni. Mana bu membrana juda yumshoq, paxtada ekan. Shaxsan men o'zim mana shu membranani birinchi marta ko'rdim. Ancha yildan beri suvda biza, lekin mana shu juda yumshoq membrana. Shu yerda yotgan ekan, shuni oldim. Agar kim bilsa bu membrana qanaqa, kommentga yozib qo'yasizlar. Suv berishi zo'r, 1,5 tonnadan ham ko'p suv beryapti. Ham yana ham nimasi zo'r ekan. Mana bu juda qalin nержавейка yonks ekan, suv yaxtakina turadi. Dozator ham qo'yilgan ekan, daz nasos. Bitta kolonna past bosimli nasos, keyin bitta kolonna 5 mikronli kartrij, undan chiqib yuqori bosimli nasos, membranadan odxod toza. Toza suv bunga tushadi, odxod suv ko'chaga chiqib ketadi. Mana Bahodir aka hamma joylarini ko'rib, yuvib, tozalab ishga qo'shib berdilar. Bu tayyor suv biznesi uchun qilingan ishlar. Yurib turgan suv biznesi bu. Suv biznesi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, suv filtrlarini yetkazib, o'rnatib, ishlatib, yo'l yo'rig'ini ham qo'limizdan kelgancha ko'rsatib beramiz. Nafaqat suv biznesi, ishlab chiqarish, sammoyka, mana hozir sezon, basseyn sezoni boshlanyapti. Basseynlarga filtratsiya tizimi bo'ladimi? Hammasidan zapchaslari o'zi mavjud. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin.